Dars tugagach universitetning eski kitob hidi singan koridori bo'shab qolgan edi. Faqatgina Dilobar, teatr fakultetining yulduz talabasi, o'zining mentor o'qituvchisi Anvar Akramovichning kabineti oldida noqulay tik turardi. Yurak tuk-tuk urib, qo'llari terlab ketgan. U yigit emas, balki uning taqdirini hal qiladigan imtihon natijasi haqidagi gap edi. "Kiring, Dilobar", ichkaridan ovoz eshitildi. Anvar Akramovich o'zining doimiy dagal ko'ylagi va ehtiros bilan porlaydigan ko'zlari bilan derazada turardi. U nafaqat o'qituvchi, balki bir vaqtlar sahnaning o'zi bo'lgan afsona edi. Endi esa uning orzusi talabalari orasidan haqiqiy yulduz chiqarish edi. Va u bu yulduzni Dilobarda ko'rardi. "Mening qizim", dedi u o'girilmay, "sen shu paytgina eng yaxshisan. Lekin bu yetarli emas. Senda olov bor, ammo uni boshqarishni o'rganishing kerak. Buning uchun maksimal sadoqat kerak. Ta'limga, san'atga va u suskashlik bilan so'zni to'xtatib, o'z ustozingga." Dilobar jim turdi. Anvar Akramovich unga yaqin keldi va stolini tortmachasini ochdi. Ichidan oddiy, qora muqovali daftar oldi. Uni Dilobarga uzatdi. "Bu mening shaxsiy daftarim. Bunda men 30 yil davomida to'plagan barcha sirli mashqlar, psixologik usullar, obrazga kirishning yo'llari yozilgan. Hech kimga ko'rsatmadim. Hech kimga. Buni seni maxsus tanlaganim uchun berayapman." Dilobar daftarni qaltiragan qo'llari bilan ushladi. Bu nafaqat daftar, bu ishonchni timsoli edi. O'qituvchining shaxsiy maqsadi aniq edi: o'z merosini eng iste'dodli shogirdiga topshirish va uning orqasida abadiy yashash. O'shandan boshlab Dilobar hayoti o'zgardi. Daftardagi mashqlar g'ayrioddiy, ba'zan ruhiy jihatdan zoriqishli edi. U har kuni ertalab o'rtalab turar, o'ziga nisbatan shubha va qo'rquvni yengib o'tish uchun galati mashqlar bajarardi. Anvar Akramovich uning ustidan qattiq nazorat o'rnatdi. Uning har bir qadami, har bir hissi, hatto shaxsiy hayotini ham nazorat qilar edi. "Bu barchasi san'at uchun", degan edi u. Doim. San'at hamisha birinchi o'rinda bo'lishi kerak. Bir kuni kechqurun kabinetda daftarni o'rganayotganda, Dilobar diqqatsizlikdan uni yerga tushirib yubordi. Daftarning orqa muqovasi ochilib, ichidan yana bir varagi chiqib keldi. Bu oddiy qog'oz emas, balki eski, ranglari ochgan fotografiya edi. Fotografiyada yosh Anvar Akramovich va go'zal bir qiz, ular qo'llari ushlashib, xursand chechaklar oldida turishardi. Orqasida yozuv edi: "Mening hayotimdagi yagona haqiqiy rolim. Laylo. Senga sadoqat bilan." Dilobar don etdi. Laylo bu 30 yil oldin sahnani tark etgan, keyin esa butunlay g'oyib bo'lib ketgan mashhur aktrisa edi. Afsonaga ko'ra, u sevgan kishisi uni aldab, shu sababli u san'atdan nafratlangan. Ertasi kuni Dilobar daftarni diqqat bilan o'qiy boshladi. Endi u nafaqat mashqlarni, balki har bir sahifaning chetlari, o'rtalaridagi nozik eslatmalarni ham o'qidi. U yashirin kodni anglab yetdi. Daftardagi ko'plab psixologik mashqlar nafaqat obrazga kirish, balki inson irodasini egallash, uni o'ziga qaram qilish uchun mo'ljallangan edi. Uning ustozining shaxsiy maqsadi nafaqat yulduz yaratish, balki o'zining yo'qolgan sevgisini, Layloni qayta tiklash edi. Dilobarni yosh Laylo aks etgan mukammal obrazga aylantirish, o'zining o'tganida yiqilgan orzusini amalga oshirish uchun ishlatmoqchi edi. Bu barcha ta'lim aslida ulkan bir shaxsiy sadoqatsizlik, bir insonning boshqasining hayotini o'z istagiga bo'ysundirish uchun qurilgan tuzoq edi. Dilobar uchun dunyo qorong'u bo'lib ketdi. U ishongan odam, uning qalbidagi bokira hurmati, barcha fidoyilik hammasi yolg'on edi. U faqat vositami edi. O'yin haqiqiy hayotga aylangan edi, ammo bu haqiqat uning hayotini vayron qilardi. Endi qaror vaqt edi. U daftarni olib Anvar Akramovichning oldiga bordi. Yuragi yorlayotgandek edi, ammo ovoz bebarqaror emas edi. "Ustoz", dedi u daftarni stolga qo'yib. "Men barcha mashqlarni o'rgandim. Lekin eng muhim darsni daftaringizdan emas, balki hayotdan o'rgandim." "Nima?" dedi o'qituvchi ishonchsizlik bilan. "Eng muhim rol ozligimni saqlab qolishdir. Va haqiqiy san'at hech qachon yolg'on va nazorat asosida turolmaydi.
U fotografiyani oldi va stolga qo'ydi. Men Laylo emasman. Men Dilobarman. Va mening ta'limim tugadi. Xonada jimlik hukm surdi. Anvar Akramovichning yuzi avval oqarib, keyin qizarib ketdi. Uning ko'zlaridagi olov so'ndi, o'rnini chuchuk umidsizlik egalladi. U yutgan orzusi yana bir bor, bu safar abadiy ravishda vayron bo'lgan edi. Dilobar eshikdan chiqib ketdi. Koridordagi eski kitob hidi unga ozodlik kabi hidlandi. U hech qachon aktyor bo'lmaymidi. Balki. Lekin agar bo'lsa ham, bu faqat o'z yo'li bilan, o'zining shaxsiy maqsadi va o'zining sadoqati bilan bo'ladi. Chunki u bilib oldiki, ba'zida ta'lim deb atalgan narsa eng og'ir sadoqatsizlik bo'lishi mumkin. Va faqat o'ziga sodiq qolgan qalbgina bu o'yinda yutqazmasdan chiqa oladi.